Ey Rabbim, ballarım hatalık ötküzdi. Sen mi ulanı əpu qığın? Görüvatsan ki, ötkenki hatalıklarını toldurış üçün tırışıvatıd. Ulanın tövbesini kubul qığın. Gerçi sen tarafki qaytıştın. Her kanç keçikken bolsu mu? Ulanın tövbesini kubul qığın. Tövbesini kubul qılışqa her kanç keçikken bolsu mu? Bu qatim hakikaten nurgulluğun puşaymanlarını yiyir. Bir tadı boğucu ballarını hiç əpu qılanmaz mı? Ben baştıla sizler üçün əpu soray digen idim. Ama şuncu zor hatalıqdan keyin əpu qılınmaslığınlardan qoqqan idim. Seher vaxtını küttüm. Çünkü seher vakti dualarının kubul kılınıdığan vaktidir. Bu vakitte Allah'ım beni ümitsiz kaldırmaslığınızı tileymen. Mana bu ya, Mısır'ın çigirisi.
To'xtanglar! 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 Sizlar kim? Qayerdan kelyapsizlar? Bu yoq İbrahim payg'ambarning o'g'li Yaqub. Biz bo'lsak, uning bolalari va navrilari. Misr aziz bilan ko'rishgili Tapskka ketyapmiz. Sizlar bug'doy setib olish uchun Tapskka ketyapsizlar? Yo'q. Biz Misr azizining urug' tuqqanlari. Uni yo'qlab ketyapmiz. Bu yoq Misr azizining dadisi bo'ladi. Nima ish bo'lganda? Bu yerdan asali o'tib ketdik-ku. Oldirmanglar. Hozirni bilamiz. Sizlar ulug' Yuzar Sipning tuqqanlarimi? Ha. Men ulug' Yuzar Sip fazilatlarining askari bo'laman. Men Yusufning dadisi. Mana bular Yusufning akalari va jiyanlari. Yuzar Sip fazilatlari menga sizlarni ko'ribla xabar qilishimni buyurgan edi. Undaq bo'lsa, keyin ko'rishamiz. Xayr xo'sh. Yo'lingiz ochiq bo'lsin. Yusufga salom aytib qo'ying. Yusufimning shahri yana yiroqmi? Biz Tapskantiga 6 kunlik yiroqlikda dada. Demak, yana 6 kundan keyin Yusufimni ko'ra olamdim. Yo'q, Tapsiga 6 kun bor. Ostimon qoshqa uningdimi uzoq qolamiz. Qani yuringlar. Nima bo'ldi? Nima ish kelding? Suriya chegarasidan keldim. Yuzar Sip fazilatlariga intayin mo'yin bir xabar olib keldim. Men bilan mang. Yaqinda Allohning irodasi bilan qahatchilik tugaydi. Yomg'ir yig'ib, yana mo'l husulliq yillar keladi. Suriya chegarasidan bir muhofizatchi huzuringizga chiqish uchun ijozat so'raydi. Padişah Akinat'ın alilerine salam olsun. Misr azizi danışman Yuzar Sipqa ma'lum bo'lsin ki 6 kun ilgari dadingiz bütün cemaatingizlar bilan Misr chegarasidan kirdi va Tapskentiga qarab ketyapti.
Bu men uchun intayin esil bir xush xabar bo'ldi. Undaqda ular qancha kundan keyin bu yerga keladi? Çarvıladımı billi epke geçke astı mağıdı. Yana 3 günden keyin bu yerga keladi hazretleri. Rahmat sana. Meni xushal qiladigan xabarkan bu. Meni xushal qilding. Qaysanglar bo'ladi? 36 yıldan beri dadısı ve tuqqanları bilen görüşmegen Yüzar Süpni kızgın təbriklaymiz. Hakikaten bekli koşalımız. Minnettarman. Muşundaq bir gün üçün Allah'a şükür eytimen. Biz mu Allah'ın peygamberini təbriklaymiz. Xoşallıqınızga ortaqlaşımız. Yaqub payg'ambarning kelishi bilan Misrdagi qahatchilikning oxirlashishini umid qilamiz. Alileri icazet bersiler, dadam bilan qarindoshlarımni kutib aqli chiqay. Uramop. Yüzar Süp Hazretleri diplomatik qoidalarni yoqtirmaganligi uchun ailesiga loyiqida bo'lgan qarshi elishlar bilan kutib olish lozim. Shaharning hamma yerini bizanglar. Bütün xalq ularni qarshi elishga tayyorlansin. Baş üstüge alileri. Akın! Şəhərni bizanla. Bütün əskeri qoşullarını Yüzar Süp Hazretlerinin ailesini kütüb eliş üçün tayyorlik qil. Baş üstüge. Bilemsizler, Yakup Peygamber ve ailesi tepsiki kilvetipti. Yüzar Süp'nin dadısı ve onu tuqqanları kentimizge kilvetipti de. Şundaq, ularni qarshi aqil chiqayli. Sizning ota-onasi, bizning ota-onamiz. Ularni kutib olish uchun bizim berishimiz kerak. Yüzar Süp bizga nihoyat yaxshi ishlarni qilib berdi. Ular 40 yıldan beri birbirleri bilen görüşmeptiken emasmi? Yüzar Süp Hazretleri rastalla dadısını 40 yıl kömepti de. Ben şundaq anladım. Kutib aqil borayli. Hammalarga xabar beringlar. Ularni kutib aqil boramiz. Misr xalqining Yüzar Süpning jafolarini taqdirlaganligini ko'rishimiz kerak. Mangayli. Gördünüzmü dada? O tağ mı? Yo'q, emas. Xuddi odamlar yasig'andakla turadi ekan. Shundaq dada. Ular shehrimda tuzilgan bo'lib, har birining ostida birdan Firavnning qabrisi bor. Ular dunyoning eng ulug' kashfiyotlari.
Bu Yusup'imning shahrimmi? Shundoq dada, bu yer Tepsi kenti. Ko'tarilgan chang'i qaraganda bizni kutib olishga chiqqan bo'lsa kerak. Bu kelayotgani Yusup shumi? Yo'q, dada. U Radomin. Yusupning muhofizachi askarlarining qo'mondonidan biri. To'xtanglar. Misrning qutqazg'uvchisi, donishmand Yuzarsifning dadisi Yaqub payg'ambarga oliy ehtirom bildiramiz. Yuzarsif? Uning ismi Yusuf. Yusufga salom bo'lsin. Misr azizi va Misr xalqi sizni kutib kelyotidi. Yaqub payg'ambardan o'tindig'inimiz bu to'pilikning ustida turib kelganlarning salomini qabul qilgan bo'lsangiz. Qanday qilamiz bolalarım? Shunday qilamdiq. Yusuf va boshqalar kelguncha Ma'u to'pilikning ustida turib saqlashingizni umid qilamiz. Misr osmini yillardan beri bulut ko'rmagan edi. Shamolmi taqatsizning vatida qaraganda sizning barakatingizdan yomg'ir yoqilyotidi. Shamol har vaqt go'zal xabarlarning elchisidir. Uchrashishning amalga oshidiganligi bu mezgilda xushalligimga o'rtoqlashadi. Bu ko'ringan mening Yusupim sho'g'u. Yo'q dada. Ularning hech biri Yusuf emas. Kelyotidi. Chat turinglar.
ancha uzun musobaqa qolmadi hazratim. Bilmayvatdiman. Yusuf bilan ko'rishishga qanaq chidaydikin. Uningdan ansirab ketyaptiman. Sizning ahvolingiz meningdan qilishmaydi ana. Andish qilmang. Allohning irodasi bilan hech ish bo'lmaydi. Bardoshlik bering ana. O'zingni tutib ol, yuragim. Mening ko'nglimga huzur beradigan kishi bilan ko'rishiman. Nemishqi buncha vaqt tez so'qidigansan? Yusuf qani? Nemishqi kelmaydi? Bilaman, Yusuf g'urur va tantani bilan keladi. Kichigidan tortibla bizning ustun ekanligiga chidamaydi. U murodiga yetdi. Bu mening Yusufim, mening Yusufim. Yusuf! Yusuf'um! 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 Yusuf! Yusuf!
Yusuf'um. Yusuf'um. Qasam qilamanki, ko'kdagi farishtalar ta'sirlandi. Yusufning yoshlarini va tabassumini ko'rdingizmi? Yusuf nimishqa bundoq bo'ldi? Hoş geldiniz Allah'ın Hoş geldiniz Allah'ın Mısır'a şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Mısır'a şeref verdiniz Allah'ın Mısır'a Resulü. şeref verdiniz. Allah'ın selamı üzerinize. Mısır'a şeref verdiniz Allah'ın Resulü. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Selam. 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 Hoş geldiniz. Selam olsun Yakub'a. Hoş Selam geldin olsun Allah'ın Allah'ın peygamberi. peygamberine. Hoş geldin. Selam olsun Allah'ın Mısır'a şeref peygamberine. verdin. Hoş geldiniz. Selam olsun. Peygamberine selam olsun. Hoş geldin Allah'ın peygamberi. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberi. Mısır'a şeref Hoş verdiniz. geldiniz Allah'ın peygamberi. Mısır'a şeref verdiniz Allah'ın Resulü. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam. Allah'ın peygamberi selam olsun. Misrga hoş geldiniz.
Ben Mısır padişahı süptide Yakup peygamberning mamlakatimizga kelganini tabriklayman. O bütün Mısır xalqiga xayr va barakat elib keladi. Yakup payg'ambarning Misrga kelishi yaxshilikning bishoratidir. Misrdagi qahatchilikning ularning kelishi bilan tezroq oxirlashishini umid qilaman. Yusufning ko'rgan tushining bir kuni amalga oshirganligini sen o'ylab boqqanmiding? Asla. Hammamiz uning oldida davomli egilyapmiz. Ham mangu uningdan to'rt turamiz. Ey Yusuf! Mang, eng ko'rkam kiyimlaringni kiygin. Alloh aziz qilgan birisi bilan elishishga hech kimning kuchi yetmaydiganligini hammaylarga bildirish uchun bu yig'ilishga tantani bilan kirgin. Ruxsat qilsangiz, sizlardan birdam ayrilmoqchiman. Tezla qaytib kelaman. Ma'qul balam. Ammo tezli qaytib kelgin. Bu yoq Asenat, Allohga iymon keltirgan bir odamning qizi va Yuzarsibning, texmi to'g'risi Yusuf payg'ambarning ayoli. Bu Manasa, Yusuf payg'ambarning qizi. Ham bu Efraim, uning o'g'li. Gördüngmü Leyla? Yusuf'tan nevrilerimizmi bor ekan? Shundoq go'zal va tatlı nevrilerimiz bor ekan. Sizlarning Zulayxa ismli yana bir kelininglar bor. Umu sizlarga o'xshash uzun yillardan beri Yusufni saqladi. Demak, sizmi menga o'xshash sevgiga to'lgankansiz. Zulayxaning Yusufga bo'lgan oshiqligi yillardan beri Misr xalqining tilida edi. Demak, sizmi menga o'xshash judolik azobini tatdingiz. Judolik azobi qiyin emasmi? Visolning shirinligi judolikning azobini yengillatadi. Huzurliq va baxtli yashashingni tilayman qizim. Sen mening Yusuf'imsen. Gördün nimanchi güzel ve saltanatli. Shundoq. Bizning Yusufimiz quyoshdanmi nurliq, oydanmi go'zal bo'lib ketibdi. Yo'q, azizim balam. Sen mening qo'limni so'ymasliging kerak. Sen mendan ustunsan. Men senin qo'lingni so'yishim kerak. Mana bu Yusuf. İnanla qaytib keldi. Yıllardan beri aramızda bo'lmagan. Yıllardan beri bağrımni köydürgen. Yıllardan beri saqlığının yo'qolib ketgan Yusuf'im qaytib keldi. Kelinglar, balalarım.
Yusuf'umni tapqınımız üçün Allah'a şükür eytaylı. Yusuf'umni tapqınımız üçün hemmeylen birlikte şükür secdesi kılaylı. Hemmeylen birlikte Allah'a Yusuf'ni tapqınımız üçün dua kılaylı. Yulduzlarni, oy va quyoshni sayli qilib atattım. Meni uyg'otib etdinglar. Sana secde kılışı gerek boğan quyosh hazır huzurunda tizlanıp duruptu. Ay ve 11 yulduzmu bir günü huzurunda secde kılıp. Sen bir günü hem mertebege erişsen hem ruhi cihetten yükselsen. O'rningizdan turing, dada. Turing. Gördün mü Yusuf? Ay, quyosh ve 11 yulduzning secdesini gördün. Gördüm, dada, gördüm. Balalık çeğimli görgen düşünün emelge aşkanlığını gördüm. Ulug' Allah jalal ve cemal sübetlerini evliya ve enbiyalarning vasıtası bilen o'ttirg'i chiqaradi. Allah'ның velileri güzel iş hareketleri bilen Allah'ның nurgulluğan sübetlerini köstüp berdi. Ve Yusuf'umның bu sübetlerden nisivisi başka peygamberlerden köptür. Ve Allah onu başkalardan aziz kılgandır. Bu Allah'ның bana bergen inayetlerin, menin özümün hiç nemisi yok. Allah beni zindandan qutqazdı. Şeytan men bilen akıllarımның arasıga ixtilop salgandan keyin sizlarni Kanandan bu yerga akagan ulug' Allah'dır. İşleri to'g'ri ve hikmetli bo'lgan yanılı şu ulug' Allah'dır. Rabbim, sen bana Mısır azizligini ve hakimiyet başqurishni o'rgatding. Sen bana kuch berding. Kuchga ta'bir berishni sen bana o'rgatding. Beni teslim ve razı bo'lgan holatimda jinimni olgin ve salih qullaring bilan birlikda terildirgin. Allah'ım, Yakup'ның kütüşlerini ahırlaştırgının için sana şükür eyttim. Kütüş içideki gözlerimni, oğlumni köz tutup yoruttum. Ey Allah'ım, kütüş içide turganlarning arzularını ularga nesip qil. Allah, senin vasıtan bilen ilahi hakimiyetinin güzelligini namayan qilish uchun dunyoning bir bo'lingida sodiq qullarning birining hakimiyetini dunyoga keltirdi. Ammo hozirmi dunyo xalqining ko'pinchisi sotqinlik, zalolat va faqirlik ichida yashayotdi. Allah senden keyinmi payg'ambar avadidir va u payg'ambarlarning oxirgisi insonlarni nachar qilmishlardan va zolimlarning zulmidan qutqizadi va kitobni avadidir. Uning ismi nima? İsmi yıllardan beri senin qiyin kunlaringda sana huzur berdi. Kim?
qachon keladi? U payg'ambarlarning oxirgisidir. İsmi Muhammad. Onundan keyin payg'ambar avatilmaydi. U bütün dunyodagi insonlarga avatiladi va uningga tushirilgan kitobda dunyodagi barliq insonlar uchun kerakli bilimlar berildi. Hech shubhisizki, siz u oxirgi payg'ambarni ko'rsiz. Uningga mening salomimni yetkazib qo'ying. Senimcha kelgusida İsrail o'g'illarining qismatini Yusuf belgilandi yoki Yahuda? Bu intayin aniq, albatta shu. Yaxshi. Kelgusidagilar İsrail o'g'illarini Yusufbi emas, Yahudi deyishadi.